Assalomu alaykum hammaga. Bizda yangi devor mebel. Xo'p, chusta karkidonda biz betda 3,5 metrga balali 260 devor mebel tayyorlayapmiz. Ikkita shkaf, o'rtasi polkali bo'lyapti. Patolog egma bo'lgan. Qachondir patolog o'zgartiramiz deyilgani uchun o'sha tepasini ochib qo'ying dedik. O'sha orqa tarafi ochildi. Bu tarafi o'sha tekis qilib o'tkazildi. Burchak tepaga chiqib ketgan. Mana shu holatda qo'yilinsa burchagini qilsa bo'ladi. Bo'lmasam chas payda o'sha patologiya pastida mebel to'xtashiga to'g'ri keladi. Tayyor qoldi, ko'rsatib boraveramiz. Tayyor bo'ldi. Xo'p, bu yangicha laminat, o'tini bilmaymiz. Dubankorga o'xshashroq xullas. Ikkita taraf shkaf, o'rta polkali bo'lgan, oshxona vakuum. O'sha patologiya tepasiga chiqarib yubordik. Bu xonamiz 5 million 500 ming so'mga tayyor bo'ldi.